Сәл намратырақ саналadigan bu kichik Yevropa davlatidagi Xitoy konsulxonasi shahar rayonidagi bir xoliroq joyga o'rnashgan bo'lib, atrofida yana bir qancha davlatning konsulxonasi bor edi. Qaramoqqa xuddi birarsining ko'ni dachsidek ko'rinadigan bu ko'ni chiroy bino doirasi xili cho'ng bir bog'liq o'ylining shimolidagi bir burchakka joylashgan bo'lib, odatda o kadar ko'p odam kirib chiqib ketmaydi. Xitoyning bu davlat bilan bo'lgan munosabatining degandek yaxshi bo'lib ketmasligi va yoki pandemiya sababli viza talab qilganlarning sonining ozayib ketganligi buningga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ishqilib tinchlik cho'mgan bir konsulxona edi. Yangi Tatay ishga kelib odati bo'yicha bir xizmatchi bilan konsul binosining orqa eshigidan chiqib, o'yladiki maxsus bekitib berilgan tomoq chekish lampasi ostida tog'dan-bog'dan paranglashqach tomoq chekishdi. Birozdan keyin xizmatchi binoga qaytib kirib ketdi. Yangi Tatay bo'lsa telefonda biri bilan paranglashib, yana biroz sirtda turib qoldi. U gapini tugatib binoning orqa eshigiga yaqin qolganda, keynidan tuyuqsiz paydo bo'lgan biri uning og'zini mahkam etib oldi. Va qo'lidagi qurolni Yangi Tatayning mingasiga tanglab turib, "Ichiga kir" deb ishorat qildi. Qo'rqqanidan g'al-g'al titrab, o'ri turishga majol qolmagan Yangi Tatay keynidagi odamning yo'lab ittirishi bilan aron degidek o'ri turib, eshikni kartasi bilan ochdi. Ikkisi bino ichiga kirgandan keyin yaliq odam Yangi Tatayni eshikdan kirganda sol tarafdagi hojatxonaga ishtirib akirdi va eshikni ichidan etib oldi. Bosh konsulning ishxonasi nerda? Deb tuvan ovozda so'radi halqi qora kiyimli odam. Qat'iy ishonki, agar moslashmasang darhol o'ldirib o'taman. Bu tag'i ishq kammidi? Deb titrak ovozda pichirlab javob berdi Yangi Tatay. Men sendan ishga keldim deb so'ramadim. Ishxonasi qaysi deb o'taman. Dedi halqi qora kiyimlik sal g'azablangandek bo'lib. 3-qavatda ikkili ishxona bor. Sol tarafdagisi shu. Qurolliq amaldorning ishxonasi-chu? Onun ishxonasi 2-qavatda. Quloq sol. Sen meni Udil bosh konsulning ishxonasiga boshlab borsan. Men jondan to'ygan birisi. Shenginki, agar moslashmasang, seni ikkilanmay darhol etib tashlayman. Yangi Tatay titrab beshini lingshitdi. Qora kiyimli kishi chabdaslik bilan ushta kiyib olgan qora kiyimini yechdi va uni purlab axlat sandiqqa solib etdi. Puchsiq kiyib olgan kostyum burilkisi birdilla uningga ajoyib yo'sin qo'shgan edi. U tapanchasining tepkisini tutgan holda o'ng yanchiqqa solib, qora ko'zoynakni taqib olgandan keyin Yangi Tatayni oldida mengishga buyurdi. Yangi Tatay eshikni asta ochib, solga burildi. Haliqi yigit bo'lsa, uningga yonma-yon holda mangdi. 5-6 metrdan keyinla solda üst qavatlarga chiqadigan palampay bor edi. Ular palampaydan 2-qavatga chiqqanda qo'llarida bir to'p material tutib olgan bir Xitoy uchirdi va Yangi Tatayga qarab, "Ha, shoyang, siz degan materiallarni ishxonangizga kirib qo'ydim. Ishiltib bo'lib, menga akirib berishni unutmang." U Yangi Tatayning yanidagi haliqi kishiga qarab, sal hayron bo'lgan ohangda, "Bu kim bo'ldi?" deb so'radi. Bu kishi bu davlatning tashqi ishlar ministridan kelibdi. Bosh konsul bilan deyishib qo'yibdi ekan. "Ha, bildim. Sal turib ko'rishaylikmi?" Ular 3-qavatga chiqdi. Yangi Tatay ishxonaning eshigini asta chekdi. U "Kiring" degan ovozni anglagandan keyin eshikni asta ochdi. Ishxona xeyli cho'ng bo'lib,
Ишіктен кіргенділа оң вә солға қойылған ішкі ұзын софа бар еді. Сәл ішігі маңғанда оң тарапта бір созынчақ юған үстел қойылған жығын өйі бар еді. Қармаққа 15-20 адам сығылғандай қылады. Дерез тараптағы юған үстелде 50 yaşlar çamısındaki bir takır başıqtay olturadı. O bütün diqqati bilan bir narsa o'qib atgan bo'lib, ichkaylan kirib, ishga yapilgandan keyin andin beshini xo'shaqmaganda qilib ko'tardi. Va so'g'oqqina qilib: "Ha, shoyam. Nima ishdi?" Men Yanqtay duduqlab gap qila olmay qoldi. Bu odam kim? Eylik taqir başıqtay tuyuqsuzla bir nimani bayqagandek jiddiyleşdi ve o'rnidan sakrab turib ketdi. "Ismim Batur, o'zim Uyg'ur", dedi yigit yanchug'idan qurolni chiqarib. "Sen bilan jiq ishimiz bor bugun. Jeningda ishing og'irsa vaqirab chaqirma." "Sen nima degan qopchurak? O'lgin kaptur seni", deb vaqirdi Paynaqtay. Ve қолыны дәрhal telefon uzatdı. Onun qolu telefonga tegmeyla жаңғыда urulgan bir udulmuştun zərbisi de oğunda jıqıldı. Fürsətini köygən Yantatay dərhal keyniga öyrülüb ishik tarafga özünü attı. Batur ikki chamdapla onun chechidini tutib oldi ve ağzını etib söyriginicha Paynaqtayning yeniga ilib keldi. "Ölgün yoktu." Olmaydı o Yantatayga. "Yo'q, meni o'ltirma, nima desang qilay", dedi u yolg'irib. "Endi yana qilsang sesiq jeningni olaman." "Xo'p, endi hargiz qilmayman." Batur Yantatayni konsul shirasi oldidagi o'rindiqqa o'tirg'izib qo'yib, yerda so'zlab yotgan Paynaqtayning yuziga botulkadagi o'taga ichib bo'lolmagan sovuq suvni quchdi. Paynaqtay hushiga kelgandan keyin Batur uni o'z o'rindiqiga o'tirg'izdi. "Uning og'zi burnidagi xonlarni aytib et", dedi Batur Yantatayga qarab. Yantatay Baturning deganida qilib, Paynaqning chiroyini o'ngshidi. "Quloq sol", dedi Batur xitob qilib. "Men jondan kechgan biri. Bo'lmasa bu qadamgacha kelolmagan bo'lardim. Qahramon bo'lgan bo'lsa, yana qarshilik qil. Men qilch ishkilanmay senlarni etib tashlayman. Eng yaxshisi deganimni qilish." Paynaqtay chiroyida qon qolmagan holda sangilab o'tirdi. Uning bilinar-bilinmas boshlang'ishini ko'rgan Batur: "Konsulxonada qurolli xodimdan qanchasi bor?" deb so'radi. "Birsi", dedi Paynaq qo'shaqmag'ani holda. "Uni ishxonaga chaqir", dedi Batur tapanchisini Paynaqqa tanlab. Paynaq biriga telefon açtı. Bir minutlardan keyin eshik chekildi. Paynaqning "Kiring" degan ovozdan keyin eshik ochilib, bir egiz bo'y Xitoy kirib keldi. "Ravshan xo", u ishxonaga kirib eshikni yepishiga ishkenda mökib turgan Batur qo'lidagi qurolning Paynaqi bilan Xitoyning orqa mengisiga birni urib edi. Belki Xitoy sepuzilgan qo'noq shahidek gulub-budish qildi. Batur uning qo'llarini keyinga qilib bog'lab, eshikning keyinidagi bo'longa yotqizib qo'ydi. Ichidagi ishkalan bo'lsa, kino ko'rib mast bo'lib qolganlardek sangilishib o'tiradi. "Sen nima qilmoqchi?" so'radi Paynaq bo'g'iq ovozda. "Qiladiganlarim bek ko'p. Qaysini avvaldsam bo'larkin", dedi Batur Yantatayning o'tildagi tek kishilik o'rindiqqa kelib o'tirib. "Bugun konsul normal echilamdi?" "Shundoq." "Mas'ul xodim menga telefon qil. Konsul ishkiga bugun dam olish degan taxtini esib qo'ysin va bugun muhim yig'in borligini konsul xodimlariga uqtirsin." "Nemishqa? Pimishqani qo'y. Deganimda qil", g'azablandi Batur. Paynaq Baturning deganida qildi.
konsulda işleydiğin yerliklerden kanısı var. İkisi var idi. Bugün birisi ağırıp kalıp ruhsat sorudu. Yani birisi keldi mekin işqa bilmeymen. Adamlarınki de o kişi uyuga kaçsın. Bugün alaylı sebeplen koyup berilgenligini eysun. Aynak Batır'ın ciddi telaffuzidan boysunumsa Akut'un yaman bolğanlığını pemnedi bolğay. Onun degenlerini gın kılmay bija keltiretti. Konsulxanda sen Xitaylıklardan cemi qancha adam işleydi o? Bu bir küçük konsul. Cemi 13 adam işleymiz. Bildim. Köpçülükke uqtuş qil. Yani 15 minutdan keyin hammaylar mavu yandaki yig'in uyga yig'ilsin. Deydiganlarim bor. Dedi Batur soğuqqina qilib. Paynak bunun bugün özgü tushirgan oxirgi buyruq ish keldigini his qilgandek bir eg'ir xo'rsinib telefonni qo'liga oldi. Paynak yenidagi shkafning ustiga qo'yib qo'yilgan bir yugak duxovini ko'rgan Batur uni qo'liga elib, eshikning keyinidagi bulonga yotqizib qo'yilgan heliqi qo'li bog'liq Xitoyning ustini yepib qo'ydi. Alahazal 10 minutlardan keyin bosh konsulning eshigi chekildi. Tren eshik ochilib, konsulxonada ishlaydigan Xitoylar bir-birlab kirib kelishga boshladi. Ular bosh konsul bilan yang tatayga salom bergach, ularning yanida o'r turgan qora ko'zoynaklik birisiga hayronlik bilan qarashatdi. Va uningga salom berib, bir-birlab o'ng tarafdagi heliq yo'g'on ustal qo'yilgan yig'in uyiga kirishdi. Hammasi kelib bo'ldimi? Shundoq. Undaqda biz kirayli. Konsul Xitoy xo'shaqmagandek o'rnidan turdi va yang tatay bilan birga yig'in uyiga kirdi. Batur bo'lsa eng orqasida kirib, o'rindiqda o'ltirmay o'ri turdi. Konsul Xitoy odati bo'yicha o'z o'rniga o'ltirgandan keyin nima deyishini bilmagandek sangilab gap qilmay o'ltirib oldi. Bugün qaysi temada yig'in ochimiz boshlayaq? Biraz jimjitlikdan keyin so'radi biri konsuldan. Yig'inni men ochmayman. Ahvol boshqacha. Kechiringlar. Undaqda kim ochdi? Men ochaman, dedi Batur qora ko'zoynakini elib o'tib. Ismim Batur, o'zim Uyg'ur. O'ltirgan Xitoylardan 3-4 darhol o'rnidan sakrab ketishdi. Batur darhol yanchiqning qurolini chiqarib, ularga tangladi va yuqori ovozda: "Qamirlashma! Qaysin qarshilik qilsang, darhol etib tashlayman." Xitoylar xuddi chaqmoq chiqib, besh qiyib ketgan cho'shqilardek pit ko'zlarini chekchaytib, qetibli qilishgan edi. Ba'zilari qo'rqqanidan o'ltirgan o'rindiqlardan yiqilib tushgili tasla qoldi. Yo'ldoshlar, bugun kutilmagan bir ish bo'ldi. Va uning zo'rlishi bilan sizlarni bu yerga chaqirdim. Nima qilmoqchi ekanligini men bilmayman. Avval uni bir anglab boqayli. Meningcha qarshilik qilish ojizsiz, dedi konsul Xitoy bo'g'iq ovozda. To'g'ri dedim. Qarshilik qilib hech kim yaxshilik ko'rmaydi. Shunga eng yaxshisi yuvosh bo'lish, dedi Batur ulapla. Va boya o'rnidan turib ketgan Xitoylardan birisiga yenidan bir changal plastik tasmani chiqarib, uningga tashlab berdi va xitob qildi. Sen hammalarning qo'lini orqa qilib bog'la. Eliq Xitoy nima qilarini bilolmay ketib turib qoldi. Batur uningga asta yiqilishib, tapanchisini mengisiga tanglab turib: "Hozirda o'lging yo'qdi?"
dedi. Oqtay Batur'un degini boyunca qildi ve öz o'rindiqiga berib o'ltirdi. Batur berib onun qo'lini qayirib kendidan bog'ladi ve sirtqi zalga chiqib, heliqi ishkenda o'shsiz yotgan Xitoyni so'rab akirib, yerda dum yotqizib, qo'llarini keynichilab bog'lab qo'ydi. Endi yig'inimizni boshlaymiz, dedi Batur kinoya aralash. Biz nerede hech kim avar qilolmaydi. Men hayatımda Xitoy konsulida bir top Xitoyga yig'in etishimni uxlab tushimdim ko'rib boqmagan. Bana bu sharafni sen küçükler ailemni xonavayron qilish badliga yaratib berishding. Anlab qilish. Men hayatımda cho'jinimni o'ltirib boqmagan. Ama sen ishplaslarning nazarida men bir terrorist. Bugün mantını yap andın pulunu to'lash ehtimalim nihoyat cho'ng. Yosh yigit, har qanday ish bo'lsa, chiroyliqcha bir taraf qolgan yaxshi. Biz seni ko'ribmi boqmagan. Sening bilan hech o'ch adovatimiz yo'q. Agar biz qilib beradigan ish bo'lsa degin, biz yordamga tayyor. Hech kim seni terrorist degani yo'q-ku, dedi egiz boy bir Xitoy bo'sh ovozda. Ha 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 ha. Batur tuyuqsiz qaqaqlab kulib ketdi. Vay sening zuvaningga. Agar şu anda senlerning qo'liga tushib qolgan bo'lsam, dağınlıq terroristdan birini tutib oldik deb xo'jayiningdan inam olgan, shundaqla dunyoga sazoyi qilgan bo'lading. Seni yumshoq so'zlatayotgan mushu qo'limdagi qoralg'u? Undaq emas. Biz adil ish qiladiganlar. Agar biz yordam qilaligidek ish bo'lsa degin, cho'qim yordamda bo'lamiz. Begunohlarning qonini to'kish sizlarning dininglardimi yo'q-ku? Deb miyangladi yana bir Xitoy. Happalle. Sen çoşkularının ağzından mı lilla gap çıkıp qoladi ekan ba'zida. Biz hergiz begunohlarning qonini to'kmaymiz. Ama sen yanmağızlar kunda biz Uyg'urlarning qonini ichishmasang, uyqun kelmaydigan holatda şu anda. Hozirgacha qanchalik begunoh Uyg'ur lagerda turmalarda o'ltirishding? Ularning qaysi biri qilchilik gunoh o'tkazgan edi? Bugun ajab insonlikdan so'z eshitib qolsana? Jigit, men shaxsan hech kimni o'ltirib boqmadim. Sen ozdirg'uvchilarning gapiga ishinib qolsan. Bizning hukumatimiz hech qanday begunoh Uyg'urni o'ltirgani yo'q. Hissiyotga berilma, dedi konsul Xitoy birdilla jon kirgandek. Bu anangni cho'shqa. Xitoymi o'zi bevosita birini o'ltirgani yo'q. Ammo u tishtirni qilish qurollangan armiya soqchilari va Bingtondagilarni ishga solib, sen itlarga oshnon berib, bag'rini ichib, bag'rini to'kib bergan oq ko'ngil, ammo bakli sodda Uyg'urimni millionlab lagerga, turmalarga qamab, inson qalbidan chiqqan qiynash usullari bilan o'ltirgizdi. Bunun bilanla qolmay, ularning ish bag'rini so'kib qorong'i bozorda sotmoqda. Senlerini qandaqmi inson degili bo'lsin. Xitoyning tarixda ko'rilmagan irqiy qirg'inchiligini jon-diling bilan qo'llab-quvvatlayotgan har biring aynan shu Xitoydek qotil emasmi? Şu an agar qoral mening qo'limda emas, senlarning qo'lida bo'lgan bo'lsa, meni tirik betib yutib cho'qim. Ha, sen belki kuching yasib berib Xitoydan hesab ol deyishing mumkin. Pardon. Xitoyga yaqinlashishim asla mumkin emas. Shunga uning kuchuklaridan hesab olaman. Xitoylar ishning sababini endi tushungandek bir-biriga qarashib, sangilishib ketdi. Yana birarsi gap qiladigandek emas edi. Yeter, dedi Batur tinchlikni buzib.
Ben senlerge sebepni kıska tushundirdim. Nemi boldu keyin dep qalmısun dep. Endi sen haq bilen söz oyunu oynagım yok. Ben hazır ismi cismi layık terörist. Bugün begunah öldürgen ayalım ve iki nevrinim, baldur alemden ötken dadam ve hiç sebepsizde qatl qilingan milyonlagan Uyg'urumning intiqomini olaman. Gunohi bolsa, manga bolsun. Xitoylar birdilla alaqsada bo'lishga boshladi. Ba'zi kishi Xitoylar g'ingshib yig'lashga boshlagandek qiladi. Batur ularga zuvonni yig'ishni buyurib baqirdi. Kim hangraydi ekan, avval shuning jinini olaman. Uy ichi timtasliqqa cho'mdi. Avval bir söz oyunu oynayli, qani qaysing hayot qilsankin. Batur eng chetda o'tirgan bir Xitoyga yaqinlashdi va so'radi. Lagerda nahaq qinab o'ldirilgan ayolimning ismi nima? Men qandaq bilay? Tanımısan? Deb to'liqladi Xitoy. Bu javob berish bo'lmadi, dedi Batur va yenidan o'tkir pichqini chiqarib uning qarniga survatdi. O'qdek etilib chiqqan qon yig'in ustunini bir oldi. Ayya! İki Xitoy ayol chiyqirashga boshladi. Batur ushqandek berib u ikkisining bo'g'ziga pichoq uribdi va g'azab bilan qaysing vaqirasang avval o'lasan deb baqirdi. Xitoylar titrashgan peti shuklashib ketdi. Javobing to'g'ri bo'lsa hayot qilishing mumkin, dedi Batur va yana bir Xitoyga yaqinlashdi. Senda baqa, senlar o'ldirgan ayolimning ismi nima edi? Guli. Sen çoşqular şu Guli'den başqani bilmeysen. Batur Xitoyning qanini to'kdi. Ahvolning yomonligiga ko'z yetgan Xitoylar, garchi o'limdan qutulolmaydiganligiga ko'z yetgan bo'lsa-mu, 2 minut ortiq nafas elib olish qo'yga tushganmi va yoki allaqanday bir javoblarni berib hayot qilishning tamosidimi ishqilib chala o'lik shaytonlardek umid qilmay o'tirishyapti. Batur yana bir Xitoyga keldi. Sana savol. Senlar qiynab o'ltirgan ikki navri inim nerede o'qigan edi? Beijingda? Javob xato. Misrda. U Xitoymo qarniga surilgan pichoqdan xoqirab jon berdi. Sana fursat. Bizning birinchi jumhuriyatimizning raisi kim edi? Qosimu? Sen mi talaysizkensen? Batur ana shundoq yo'sinda shirani cho'rdab o'ltirgan Xitoylarning ko'pini qatl qildi. Oxirida qilib qolgan 3 Xitoy umidini uzdi-mu, tuyuqsiz cho'shqidek chiyqirishib ishik tarafga o'zlarini otdi. Batur hech qiynalmayla o Xitoylarning hammasini pichoqlab o'tdi va o'lmay qolganlarni qayt pichoqlab bir-birlab qatl qildi. Shirada tirik qolgan birla konsul Xitoy bor edi. Bu gerçi pichoq yemagan bo'lsa-mu, o'lib bo'lgandekla ko'zlari olib, tiniqi bo'g'ilib, xiqirab o'ltiradi. Bu yoqqa kel, sen bilan ishimiz bor, dedi Batur uningga vaqirib. Va put qo'lida jon qolmagan konsul Xitoyni so'rab degidek sirtqi zoldagi xizmat shirasiga akilib o'ltirg'izdi. Batur yanchiqdan bir kichik qog'oz parchasini oldi. Uningda o'zi oldin xotirlab qo'ygan BBC'ning shu davlat turishliq bosh muxbirining telefon nomeri bor edi. U Xitoy konsulining shirasidagi telefonni qo'lga oldi. Alo? Ben şu an Xitoy konsulxonada Xitoyning bosh konsulini ko'rak olgan holatda. Agar xohlasangiz kamerachingizni elib konsulga keling. Esingizda bo'lsin.
Mende Qoral var. Eğer oyun oynap saqçı başlap kelsanız, aldı bilen Xitay konsulunu etip taşlayman. Davamı var.